Assalomu alaykum hurmatli obunachilar hamda kuzatuvchilar. Mana xabaringlar bo'lsa, Leyladan qafas olgandik. Biz uzunasiga qilib qo'yganmiz 2 etajligida. Hozir yana qafas kelibdi. Bu video davomida qo'yamiz uni ham. Leyla singlimiz tomonidan. Endi demoqchiman, vodiylik yo boshqa viloyatdagilar bo'lsa, yemni ham ko'rim bilasizlar sifatini, Leylaning ko'rimini. Men o'shandan beraman o'zim ham. Qafas oladiganlar diqqatiga o'sha qafasdan olsalaring, Labo menga masalan Andijonga 500 mingga olib kelib berdi. Bir yo'la ko'rim ham olib kelib oldim o'shanda. Ya'ni ko'rimim yo'l kirasi tekinga tushdi. Sizlarga shuni bir maslahat beraman. Qafas oladiganlar albatta ko'rim olsalaring, yo'l kiralari tekinga tushib qoladi. Yoki qafasni nimasi arzon tushadi. Endi ko'rim ham olganlaringdan keyin. Shuni tavsiya qilaman hammalaringga. Hozir videoni oxirigacha ko'ringlar. Yana boshqa video bor, Leyla tomonidan olingan, o'shalarni ham davom ettiramiz inshaalloh. Vodiy ahliga maxsus yangi kletkalar keldi, yangi partiyasi ko'pchilik so'rayotdi. Nodirbek 11-22 ga bordi. Ko'rgansizlar, Labo xizmati ham bor, arzon Labo xizmati. Xudo xolasa bitta komplekti 500 mingga yo'l kirasi bilan ketyapti. Vodiy bo'ylab. Xo'p, keyingisi. Mana yoqda ham to'li, ko'ryapsizlar. Bu prosta oddiy setka emas, bu rossiyskiy zavod. Xudo xolasa hammasi nержавейка, ya'ni горячая otsинkovka qilingan. Bemalol kimga qiziq bo'lsa, murojaat qilaverasizlar.